Bu трехлестникimizda именно 3 xonalik 7-mikrorayondan uglovoyi tashqariga chiqargan 3 xonaligi. Qarshida 120 kvadrat, chunki 36 kvadrat tashqariga chiqargan, kelib merkalar bilan o'chib ketsangiz ham bo'ladi. Pastki qismi podval, polni теплый pol qilgan bu tarafini. Tipalari monolit, pastlari monolit. Короче, hamma joylari cheki-puki qilingan 3 xona 7-mikrorayon, 8 va 4-maktabda oldi bu taraflarda o'zaro yangi bozor. Menimcha bu kvartirani siz bo'saverasiz, chunki xohlasangiz noturar qilasiz, xohlasangiz turar. Oilangizdagi keng bo'layotgan bo'lsa, farzandlaringiz bilan oilaviy yashamoqchi bo'lsangizlar, ishoning, ana shu kvartira sizga по-любому to'g'ri keladi. Sababi kuxnyani o'zi ham katta, kuxnyasi ham shaharga tegishli, liniyalari hammasi unisi bunisi, gaz, pas, svet, hujjatlarda asosiysi hech qanaqa muammosi yo'q. Javob qilib beramiz dedim, aytdim, "Shu, без проблем, ipoteka narx farqi yo'q." Sanuzul dush ikkalasi ham razdельный holatda. Yana bu yerda garderob zona, u tarafda garderob zona fantaziyasini ko'rsatamiz, keyin kelasiz. Детский zonasi ana shu. Polni plastik, hamma narsa zakonni, faqatgina erinmasdan bittagina asbest borasiz, marafet qilasiz, и всё. Hamma zakonni. Oldingi mebellarning sifatiga bitta baho bering, qanaqangi chiroyligina mebellar qo'yilgan. Agarki mobodosiga xonadonni olib, xudo xolasa barakotli yashayman desangizlar, sizlarga bu kvartiramizda narxi 86.500 bo'ladiganiga chiqibdi, chunki yuqori 100 mingdan keldi. Aytdim aka, bo'likoni ko'rar dedim. Joyini ko'rib tursa, hamma zakonni. Bu kvartiramizning podval qismi, qarang qanaqangi baland podval. Olib ishlatinglar, yashanglar, baraka topinglar.